Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Lori Group avtosalonimizdagi yangiliklarni aytib o'tadigan bo'lsam, hozir tamojada turgan mashinalar avtosalonimizga kelib bemalol oldindan bron qo'yib yoki bo'lmasa mana bu tayyorlardan to'lovini qilib sotib olsanglar ham bo'ladi. 1-2 kunda Samarqandga ham yetib boradi xudo xolasa. FAV GH6 bir mosli podushkali 430 kuchli mexanika korobkali tegishli 12 ta gaz balloni bo'ladi bunda. Ko'rishingiz mumkin. 8 ta tepada, 4 ta bu yoqda. Bir mosli va mana orqa tomonlarini ko'rsataman. Podushkali tegach. Xitoydan kirib keldi va hozir mana rastamoshka jarayonlari bo'lsa 2-3 kun ichida Samarqandga yetib boradi. Sotmoqchi bo'lganlar bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib tezda ulgurib qolinglar. Soni juda ham cheklangan. Hozircha mana shu yangiliklar bizda tez orada Samarqandda ham kutib qolinglar, mashinalar yo'lda o'zi boryapti. Bundan tashqari yana borayotganlar yo'lda bor. Menga mana bu rang yoqdi. Kimga qaysi rangni tanlab bemalol bosib yuravringlar akalar. Xalqimiz va aynan logistikalarimiz kutgan kunlar keldi. Kutib oling, FAVdan logistika quroli GH6 Lori Group Samarqandda. I had a little off. Yeah, I had to cut a pill off. Yeah, but if we be real though. O'zbekiston sharoitiga ideal bo'lgan xolisiz tog' hududlarda, xolisiz karyerlarda sizni umuman charchatmaydigan mashinamiz gazovый texnikamiz GH6 bo'ladi. Uni zapas xodi ham juda ham katta bo'ladi. Bitta zapravkada 700 kilometrgacha bemalol yurib beradi. Bundan tashqari uncha-munchaga buzilmaganligi uchun juda ham barakali. Bu mashinamiz rostakamiga komfort klass hisoblanadi. Konditsionerlar deysizmi, multirul deysizmi, multimedia deysizmi, hamma narsasi bor. O'zida korobkasi 12 pog'onali bo'ladi. Yana ham qo'shimchasiga dug'spalli joylarimiz ham bor. Bu texnikada minglab kilometr bosib o'tsangiz ham nimaga charchatmaydi deyshadi. Mana sidenlarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham yumshoq qilib ishlangan. Undan tashqari agarda mabodo charchab qolsangiz bemalol orqaga o'tib, konditsionerni yoqib, dam olsangiz ham bo'ladi. Lori Group avtosalonimizdan ushbu texnikani 30% bosh to'lovini qilib, bemalol olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda bu texnikamizning narxi 1 milliard 248 million 800 ming so'm. Undan tashqari, agarda kommentariyada raqamingizni qoldirsangiz, bizning menejerlarimiz siz bilan bog'lanib, Telegramda to'lov grafiklarini tashlab berishadi.